Ko'pchilikda bitta savol qiynayotgandir. Nimaga ekologiyamiz bunchalik xiralashib ketdi? Albatta bu inson uchun muammo emas. Uyingizda eski texnika ishlatayotgan bo'lsangiz, sizga maslahatimiz o'sha texnikalarning hammasini vaqti keldi. Zamon texnika rivojlanish paytida yashayapmiz, davrida yashayapmiz. Roboclean Pro sizni xonadoningizda birinchi foydali tarafi uyimizdagi xonadagi changlarni hammasini tozalab beradi. Allergiya, astmadan страховка qilgan bo'lamiz o'zimizdan. Mana bunaqa o'zini 3 xil chiroyli efirning maslalari bor, havo tozalash funksiyasi bor, vozdux увлажнитель funksiyalari ham bor. Distansionniy pult orqali zamon talabi bemalol televizor, konditsioner boshqargandek boshqarasiz. Uyimizda faqatgina bu narsalar emas, mana uyimizda gilam, yaxki mebellarni hammasini turgan joyda himchiska qilib, yuvib quritib beradigan o'zining funksiya nasatkalari bor. O'zbekiston Respublikasi viloyatlari bo'yicha ham hozir dastavkalarimiz mavjud. Pastda raqamlar qoldiramiz, nomerlar qoldiramiz, o'shanga murojaat qiling. Agar bu video sizga ozgina bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, allergiya va astmadan qiynalib yurgan va toza havodan xonadonimda nafas olaman deydigan tanishlarga yo'l borib qo'yamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz.